aleyküm. Alifbega bağışlangan qo'shiqlarimiz bormi? Maktabdan direktör ve o'qituvchilarni shu mana 1-sinfni Alifbe bayramini tugatayotgan yangi yil bayramlari bilan hammasini tabriklayman. Shu bag'alarim hamma vaqt o'g'il qizlar kelajakda O'zbekistonning buyuk insonlari bo'lib yetishishini tilayman. 10-sinf maktabdan direktorlarni, o'qituvchilarni shu Alifbe bayramini tabriklayman, yangi yil bilan tabriklayman. Şu Semender'in ortakları ben Ulu Yigit Boğay, Alı Mərmətli, Oğuşlu Boğay, sağ-salamet yılda ataynələrin ərzində. Oxutucularına avumət dilimiz, oxuşlarında ailəvi vaxt dilimiz, vaxtlı olsun şu bağalarımız. Gelecekte bir o Alı Mərmətli yigitlər, qızlar olsun. Çok sağlık dilimiz. Assalamu alaykum o'quvchilar. Men bugun abdig'imning Alifbe bayramına keldim. Shu bolam Xitoy bo'lgan yigit bo'lib, shu o'qishlarga kirib, omadli, baxtli yigit bo'lg'ay. Mana o'qituvchisi Cho'lqonayga ham rahmat aytaman. Shu bayramlarni tashkillashtirgan uchun. Ularning ishlarida muvaffaqiyat tilayman. Doim hammasi o'qimishli yigitlar bo'lg'ay, omadli hammasida. Sen
boshi salom, ish boshiklari intizom, mehmonlarga chin dildan deymiz salom, assalom. Assalomu alaykum. Bugun bizning maktabda juda katta tantana, bilimni namoyish qiladi har bir bola. Xush kelibsiz ey aziz o'quvchi-yu mehmonlar, onajon, otaxonlar, avvalo hammangizga assalomu alaykum. Mustaqil yurt o'g'il qizlari, yuzi qirmiz shirin so'zlari, aql rostda bilimga tashna, kulib turar nurli ko'zlari, davramizning guli o'zingiz, jaraqlagan oysiz ham quyosh, alqishlaydi sizni keksa yo'lyosh. Salom bolajonlar. Ustozlar buketini dilimizga joyladik. Dilda hayajon bilan bayramimiz boshladik. Amudaryo tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 13-umumta'lim maktabining direktori Nurimbek va Inobat opani davramizga taklif qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz o'quvchilar. Mana bugun bizning 13-sinfli umumiy o'rta ta'lim maktabimizda birinchi sinflarimiz o'rtasida savodxonlik bayrami o'tkazilayotgan ekan. Shu munosabat bilan hammasini chin dildan tabriklayman. Ana shu o'quvchilarimiz kelgusida bir komil inson bo'lib, har qaysi bir kasb egasi bo'lib yetishishga tilakdoshman va bugungi kechamizni ochiq deb e'lon qilaman. Mana yerda muhabbat, yosh avlodning dilida, madhiyamiz yayraydi bolalarning tilida. Mustaqil yurtimizning kelajagi bolalar, ona vatan
bag'ridan baxtini topgan bolalar birinchi A sinf o'quvchilarini taklif qilamiz. Quyoshdek shunday sochgan, bilimlarga keng yo'l ochgan, bizni erkalab quchgan sizdir ushbu kalom. Muallimlar assalom. Kunday ruh darsxona, biz farzandimiz ona bo'lib bizga parvona, dilda ardoqli kalom, ana maktab assalom. Uzun tillar erkalar, oq yuvib oq darak, usti dengiz erkalar, sizgadir ushbu kalom, onajonlar assalom. Tanitib yurt jahonga erik bera har insonga dilda ardoqli kalom, mustaqillik yurt assalom. Bu bolalar 4 oy muqaddam maktabda birinchi marta qadam bosib kelgan edilar. Bugun bilimlar mamlakatida sayr qilib yurishdi. Bilimlar mamlakatida bemalol yurish uchun harf tanimoq, o'qish yozishni bilish zarur. Qani ko'raylikchi, bolalar harfni tanisharmikan? Davramizga Shamurat va Shadiyonani taklif qilamiz. Abada, efada, haija, kala, mana, oqa, qarasata, uva, hayazi, og'ashachaning belgisi. Bolalar bilamizmi harf? Albatta! Barakalla bolalar, biz ko'rdikki alifbedagi hamma harflarni tanib olibsiz. Birinchi A sinf o'quvchilari ijrosida Bek va Lola qo'shig'i.
olasizmi? Davramizga maxsus o'quvchilarni taklif qilamiz. Albatta, biz harflarni qo'shib, o'zimiz uchun sevimli bo'lgan vatan, ota, ona, ustoz, yurtboshi kabi so'zlarni hech qiynalmay yoza olamiz. Marhamat, hozir sizlar uning guvohi bo'lasiz. Barakalla bolalar, juda ajoyib bolalar ekansizlar. Qisqa muddat ichida shuncha narsalarni bilib olibsiz. Davramizga maktabni qo'shig'i 1-asr o'quvchilarini taklif qilamiz. Bizni bag'riga bosgan, bolalar yayrab o'sgan, yuksalab yerdan yil O'zbekiston jon vatan. Davramizga 1-asr o'quvchilarini taklif qilamiz. Hammamizga bir qarang, xona berang, chiroy, tepasidan quloq bir tomon. Yosh nurin sochadi, ammo daryo sirdaryo chanqovini bosganda o'rtasida xunoxush qizga omad tilaydi. O'zbekiston nomini muhimlasaydi. Uzun tilla allalab, oq yo'q, oq taraf, o'rta dengiz erkalab, sizgadir ushbu qarom, xonadonlar assalomu. Xalqim arzu niyati dilga quvvat soladi. Bayrog'imiz dunyoga xalqqa davru soladi. Hali bitilmagan dostonlarim bor, bulbullar sayragan bo'stonlarim bor. Davrug'i dostonim, bor O'zbekistonim, ulug'lar kuylagan yurt O'zbekistonim. Yurib bayrog'imiz, raqiyamiz bor endi, bu hukumatda qamusimiz bor endi. Oltin talak onamiz, tandir zarar nonimiz, vatan maktab onamiz, o'qishni o'rganamiz. Qo'shiqlarda vatan ma'nosi, qo'shiqlarda xalqim sadosi, vatan o'yinimiz manzillar, yayrar yurtimizga ro'zamosi. Ona vatan ertasi qo'shiqni kuylash uchun 1-asr o'quvchilarini taklif qilamiz. Ona
Bugun bizning bilimlar mamlakatimizda bolalarning sevimli kitoblari bo'lgan alifbe, o'qish, ona tili kitoblar ham sayr qilib yurishgan ekan. Hozir ularni sahnaga taklif etamiz va o'z tilaklarini aziz bolajonlarga bildirishlarini iltimos qilamiz. Marhamat, sahna sizga muntazir. Alifbe kitobi. Bolajonlar, men sizga birinchi kitobdirman. Dilingizni yoritgan go'yoki oftobdirman. Ko'rdim bugun donosiz, hammadan ham a'losiz. O'qish yozishni bilgan, aqlingiz ham rassos. Salom aziz bolalar, chiroyli gullolalar. Xo'sh bolalar, ayting chindan, nimalarni bildingiz mendan? Menda nechta harf bor? 29. Nechtasi o'nli? 6. Nechtasi o'ndosh? 23. Bolajonlar, siz mendan ko'p narsani bilibsiz. Bilim to'la qonundan duru gavhar dersiz. Fursat yetdi, siz bilan xayrlashib ketaman. Do'stim o'qish kitobni endi taklif etaman. Salom aziz bolalar, chiroyli gullolalar. Men-chi o'qish kitobimman, nur sochgan oy oftobman. Yoningizga keldim men, kerakligim bildim men. Bolajonlar, yuzimni iflos qilib qo'ymangiz. Yetti safarlarni ko'p uyatga qolmangiz. Men bir chuqur quduqman, limonimdir sharbatim. Qo'nib ichsangiz, bahongiz 5 do'stlarim. Men ona tiliman, elim dona qiliman. Onalar savbudidoni, otajonlar diliman. O'qing meni varaqlab, yurakdan hurmat saqlab, ona tilim sehrini ardoqlab sev yoqlab. Tilimiz xazinasin sizga asta ochqum bor. Ona tilim sehrini marjon kabi sochqum bor. O'rganib hisob, xaridaning ko'chasiman. Sizlarga ko'p hisob, donolar oshnasiman. Va dono do'stlarim, aqlingizni chaqlayman, misollarni tezlashib, kamqonlikka chorlayman. Zehningiz ham oshadi, sanashda hech shoshmaysiz. Hisob kitob ishida hech qachon adashmaysiz. Bu bolalar bilimlar mamlakatida sayr qilib yurganlari uchun ham shunday bilimdon bo'ladiganlar menimcha. Birinchi A sinf o'quvchilar ijrosida alifbe qo'shig'i. Alif,
Bilekdeyim etekte, içkideyim içte, içmedeyim itte, ilgileniştiremez, epçil esi olamaz. Bu arasına toplayıp izleyelim dep yapıştı. Gelesek füydü konuşmalarımızına dep yapıştı. Güzel sözle başlayman, gahar bolup yaşlayman, gah ayagına koldan çıraylı bırak. Lol haytga hamdalak, hunar haflı hamdalak. Borman inson qushida, hatto ahmoq qushida. Yog'och va terakka o'xshab bo'yim uzunroq, sizni kabi ingichka it kapsasi. Hayobanning bandisini roziqlab olibdi, zigoh sharkan deb Rasul hayron qolibdi. Lochinda menman yolg'iz, laylakda ikkitamiz, topdim bir so'z lolalar, nechta bor bolalar. Dados besdik biz, qonni qo'yga berdik biz, qilmasdan kuchimizlar, yozilma degan har. Mening ismim Nahar, dunyo samoq osmon diqqat bilan qaragin, ikki ustini ayirib qo'ya astiltiragin. Mening ismim Oxari, yer sharidek dumaloq, sharoyli shaklinga boq, olmay olcha orqori, qildirakdek sumloq. Jon jasmon hayrat kiysa, qalpoq sayazda, qatar qiladi, qatar taqta qiladi. Avoga oyga o'xshasam-da, mening ham o'z alifboda o'rni bor, qaraqdi, quyonchalik mening ham ustimim bor. Daromdari tovushi, uni qanday yozaman, bir qondilikka qo'yib bir oyog'iga, nega o'xshab qolding sen bor oynaga qarab. Sakkiz demak, meni ram bo'lib qolaman. Salpan chiziq tashkil qiling, 8 bo'lib qolaman. Ikki chiziq, ikki harf ko'p qilmasang, qanqa to'qmoq tariq tuzdaman, tariq to'q tuzdaman. Shunda u ikkita qiz esa bitta uzun unutdim, siz bo'lmas so'z butun. Mening ismim Bahar, men borman vulqonda ham, vafo va vijdonda ham, vatan, volida va vaqt, so'zlarni boshlash vaqt. So'zlar yasayman, xalq so'zini boshlayman. Xazina xabarda ham, xamir xat xaritanda ham. Borman xayol xatoda ham, yo'qman hayot xatoda. Asli juda ko'p bo'lib, daraxtlarda yig'arib, ham so'zlarni eslasa, jo'xjo'xlaydi. Sinada turgan o'rtoq senga bordir bir so'roq, uni qanday ishlasang bizga o'xshab ozroq. Menga gap qarasangiz, belgim og'ga o'xshaydi, otga belgim qo'ysangiz, ot emas ot bo'ladi. Buni yozish qiyin emas, biroz e'tibor bering. R harfining qoshiga virgul aksini qo'ying. Siz do'stlashda ham bilan, ko'ring shodlikni bilan, chaqmashish so'zlarda ham ajramas ko'rhaj ham. Cho'bit, choynak va chelak chidan boshlanar qarang. E'tibor berib ko'ring, belgiga qidir ko'mak. Davramizga endi 1-A sinf rahbari Jasigen Mashoqanayevani so'z navbatiga bersak. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, qadrli bolajonlar, hurmatli ustozlar. Mana bugun sizlardan 4 oy davomida o'qib, bilim olib, olgan bilimlaringizni bugun sinab o'tmoqdamiz. O'quvchilar, sizlarni jajjigina qo'llaringizdan ushlab, yozdirib, kelganga 4 oy oldin kelgan paytingizda hech nima o'zimizning ushlagan oq qog'oz qanday bo'lsa farzandlarimiz shunday edi. Endi farzandlarimiz o'qishni, yozishni,
sonlarni, qo'shishni, ayrishni, ota-ona, vatan, yurtboshi o'ziga kerakli so'zlarni o'qishni bilib oldi. Endi bugungi farzandlarimizni 4 oy davomida olgan bilimlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Shu sababli o'quvchilarimga 25 ta o'quvchim hammasi harf tanib, so'zlarni yoddan 7-8 so'zlarni yoza oladi. Shu mehnatimni oqlagani uchun bularga o'z nomimdan minnatdorchilik bildiraman. Qaraversa, maktabimizning direktori Nurimbetova Inovat opa nomidan ham shu faxriyorlik bilan taqdirlamoqchiman. Hammangizga, o'g'il qizlarim, kattadan katta rahmat. Hamma vaqt darslarga qolmay, vaqtida kelib, o'qib, hamma bilimlarni vaqtida olganingiz uchun kattakon rahmat aytaman. Ota-onalarga ham katta rahmat aytaman vaqtimda bergani uchun. Shu nominatsiyalar bo'yicha topshiraman o'quvchilarga. 13-sonli umumta'lim o'rta maktabining 1-A sinf o'quvchisi Halillayeva Muxlisa G'iyosiddin qizi eng zukko o'quvchi nominatsiyasi bilan taqdirlanadi. Tavbat va Aziza Botirjon qizi odamli o'quvchi, a'lochi o'quvchi nominatsiyasi bilan taqdirlaydi. Murabova Saida Bekzod qizi latofatli a'lochi nominatsiyasi bilan taqdirlaymiz. Maqsadbayeva Munisa Marufjon qizi bilimli dona a'lochi nominatsiyasi bilan taqdirlayman. Maqsadbayeva Gulchiroy Mahmudjon qizi eng adobli, eng a'lochi nominatsiyasi bilan taqdirlayman. Ibragimov Qulqaroy Qodirjon qizi zukko o'quvchi, a'lochi o'quvchi nominatsiyasi bilan taqdirlaymiz. Ibragimov Oltinay Jasurbek qizi eng adobli, eng a'lochi nominatsiyasi bilan taqdirlayman. Adilbayeva Nursulov Jambul qizi eng zukko, a'lochi o'quvchisi nominatsiyasi bilan taqdirlaymiz. Adilbayev Maratbek Janibekovich eng a'lochi o'quvchi, tartibli, zukko o'quvchi nominatsiyasi bilan taqdirlaymiz. Shamratova Shodiyona Anvarjon qizi eng zukko, a'lochi, tartibli o'quvchi nominatsiyasi bilan taqdirlayman.
va Jasmina Asilbek qizi eng bilimdon, a'lochi, tartibli o'quvchi nominatsiyasi bilan taqdirlaymiz. Rajabov Musabbek Husniddin o'g'li eng sportchi, a'lochi nominatsiyasi bilan taqdirlaymiz. Jumaboyev Shahzodbek Alijon o'g'li a'lochi, sportchi nominatsiyasi bilan taqdirlaymiz. Hayitboyev Shahranbek Farhod o'g'li eng bilimdon, a'lochi o'quvchi nominatsiyasi bilan taqdirlaymiz. Bazarbayev Samandar Umirbek o'g'li eng mehnatkash, o'qishsevar, a'lochi o'quvchisi nominatsiyasi bilan taqdirlaymiz. Bahodirov Shahrubek Islombek o'g'li eng a'lochi, bilimdon o'quvchi nominatsiyasi bilan taqdirlaymiz. Yo'ldashim Shodibek Husniddin o'g'li eng a'lochi, bilimdon, sportchi o'quvchi nominatsiyasi bilan taqdirlaymiz. Eng sho'x bolam, ha? Inson deb ahvolni so'rab turadi uni. Xalmuratov Raisbek Ruslan o'g'li eng sportchi, a'lochi o'quvchisi nominatsiyasi bilan taqdirlaymiz. Xalmuratov Azarbek Dostonbek o'g'li eng odobli, a'lochi o'quvchi nominatsiyasi bilan taqdirlaymiz. Rustamov Rishodbek Muxtorjon o'g'li eng bilimdon, zukko, a'lochi o'quvchi nominatsiyasi bilan taqdirlaymiz. Rajabov Shodibek Rasulbek o'g'li eng a'lochi, sportchi nominatsiyasi bilan taqdirlaymiz. Rahimbayev Javohir Rasul o'g'li eng bilimdon, a'lochi, sportchi nominatsiyasi bilan taqdirlaymiz.
Mahmudjon G'ulomjon o'g'li eng mehnatkash a'lochi o'quvchi nominatsiyasi bilan taqdirlaymiz. Tortabayev Asilbek Qo'star o'g'li eng a'lochi, tirishqoq, bilimdon o'quvchi nominatsiyasi bilan taqdirlaymiz. Aziz bolajonlar, sizga bilim berib, o'qish, yozishni o'rgatgan, chin yurakdan halol mehnat qilayotgan aziz ustozimiz Jasikin va Shohxonay opani chin dilimdan tabriklaymiz. Endi davramizga 1A sinf o'quvchilari ijrosida yulduzlar qo'shig'iga bersak. Osmonning yulduzimiz, ay momaning qizimiz. Osmonning yulduzimiz, ay momaning qizimiz. Sizdan juda yiroqmiz, olam chiroqmiz. Sizdan juda yiroqmiz, olam chiroqmiz. Yulduzlarmiz, yulduzlar, dam olamiz kunduzlar. 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 Papparapapam, 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 parapapapam, Qarong'uda qolmang deb ishlaganlar hormang deb. Qarong'uda qolmang deb ishlaganlar hormang deb. Yuz ochamiz sizlarga, nur sochamiz sizlarga. Yuz ochamiz sizlarga, nur sochamiz sizlarga. Yulduzlarmiz, yulduzlar, dam olamiz kunduzlar. 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 La 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 la. 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 Salom aziz mehmonlar, sizdan yurak shodlanar, qo'shiqlar yangrayversin, kuylar jaranglayversin, davramizga marhabo, kirib kelsin qorbobo. Salom bolalar. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Men sizlarni ko'rish uchun uzoq adirlardan, qirlardan keldim. Qirlardan, adirlardan keldim. Assalomu alaykum, qadrli mehmonlar, hurmatli ustozlar. Bugun sizlarni bugungi shodiyona kun bilan chin qalbimdan tabriklayman. Endi menga she'rlar, qo'shiqlar va maqollar tayyorladingizmi?
Aziz o'quvchilar, mana siz qisqa muddat ichida o'qish yozishni bilib oldingiz. Shu munosabat bilan sizga savodxonlik muborak bugun keladi. Tulpor ijro etadi o'g'il bolalar. bolajonlar, bog'imda gul rayhonlar, doim bo'ling sen shodonlar, savodxonlik muborak. O'zingizdan nur o'ynasin, sizni ko'rib dil yayrasin, dillar bulbuldek sayrasin, savodxonlik muborak. Andijon polkasi ijro etadi 1-asr o'quvchilari.
doimo esgu savob. Savodxonlik muborak. Davramizga endi birinchi A sinf boshchiligida ertak qahramonlar taklif qilsak. Qadim zamonlarda kichkina o'rmonchadagi olis uychada Masha ismli qizcha bo'lgan ekan. U uyda oyisi, dadasi bilan yashar ekan. Hozir o'rmonda qahraton qish fasli. Hamma joy oppoq qorga burkangan. Yangi yil kirib kelishiga ham sanoqli kunlar qolgan edi. Shunday kunlarning birida Mashaga bujonisi qizil qalpoqni sovg'a qilibdi. Voy, assalomu alaykum buvijon. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Ha. Mana bu qizil qalpoqcha senga. Voy, rahmat sizga buvijon. Men juda ham xursandman. Endi bu qizil qalpoqchani Yangi yil bayramida kiyib beraman. Rahmat sizga buvijon. Shunday qilib orada kunlar o'tibdi. Yangi yil bayramiga ham oz qolgan edi. Mashaning onasi bayram uchun bo'g'irsoq pishiribdi. Salomim Mashaxon, bu bo'g'irsoqni buvijoningga olib borib kel va bayram kuni bizning uyimizga kelishini tayinlar. Hayloyjon. Shunday qilib Masha yo'lga otlanibdi. U uyda yurib ketayotganida oldidan quyoncha chiqib qoldi. Uyga qo'lingdagi xuddi to'n nima? Bu bo'g'irsoqni oyijonim Yangi yil bayrami uchun pishirganlar va buvijonimga olib borib berishini tayinladilar. Ha, mayli, buvijoning uyine boraman. U yo'lda yurib ketayotganida oldidan tulki chiqib qoldi. Mening ismim Masha, buvijonning uyiga ketyapman. Mayli, bora qol. Yo'lida yurib ketayotganida bo'ri ham chiqib qoldi. Mening ismim Masha, buvijonning uyiga ketyapman. Bo'ri har doimgidek hiyla o'ylagan edi. U buvsini yemoqchi bo'lib qopga solayotgan vaqtda tulki vaqtida kelib qolibdi. Hozirgina senga bo'xtadim. Dostim, sen omadlisan. Hoziroq kel, lekin yana men bilan o'ralashma. Doimo sog' salomat, dangasalik qilmang faqat. Mashaqqat qiling, toqat, savodxonlik muborak. Do re mi fa sol la si raqsi birinchi A sinf o'quvchilari. Do re mi fa sol la si do re mi. Do re mi fa sol la si do re mi. Do re mi fa sol la si do la 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 la. Тук-тук, проверяем звук. Мы в супершоу, это хорошо. Воу-воу. Эй, мама,
qalblariga beminnat mehrim sochgan, go'yo quyosh tafti yuzga ko'chgan sabab har mahal baland parvozim, baxtimizga sog' bo'ling aziz ustozim. Barakalla bolajonlar, ancha narsa o'rganibsizlar. Endi men hammangizni sovg'a bilan taqdirlayman. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Jingle bells, all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, so go it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleighing song. Just get a bobtailed nag, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go,
one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upside. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted